Bilinchiklaringiz bir martada o'xshab chiqishini xohlaysizmi? Yurakchani bosingda jarayonni kuzating. Hamma sir asrorlari bilan ko'rsatib beraman. Yumshoq, mayin va tishi bo'lib bittada o'xshab chiqadi. Bilinchikni bir martada o'xshab chiqish eng asosiy siri qaynagan suv solish. Issiqqina qaynoq suv solasiz va iliq qatiq yoki kefir solasiz. Tuz, soda va qolgan mahsulotlarni birin-ketin ketma-ketlikda solib chiqasiz. Un va kakaoni ham solasiz. Agar kakao solmasangiz, oppoq oddiy bilinchik bo'lib chiqadi. Hamma mahsulotlar solingandan keyin venchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Sal suyuqroq xamir tayyor bo'ladi. Ikkinchi siri esa tovani juda ham yaxshilab qizdirish kerak. Qaynoq tovaga birin-ketin bilinchiklarni quyib pishirsangiz bo'ladi. Baland olovda qizigan tovada birin-ketin bilinchiklarni tayyorlab olamiz. Xohishga ko'ra bezatasiz va dasturxonga tortasiz. Sahifamga o'tsangiz bundanda ko'p retseptlarni topasiz. Hech qachon bilinchigim o'xshamaydi degan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.